2022-yil avgust oyida Alyaska o'rmonlarida ikki ishchi daraxtlarga kirib ketgan eski kabinaga duch kelishdi. Unga zinapoya yo'q edi. U yerdan 12 fut, taxminan 4 metr balandlikda osilib turardi. Ichkarida yarim zulmatda ular inson skeletini ko'rishdi. U devorga suyanib o'tirgan edi. Sayyohlik kiyimlarining qoldiqlarini kiygan holda. Lekin eng g'alati narsa bu emas edi. Kabinaning eshigi ichkaridan taxtalarga mixlangan edi. Bu odam qanday qilib bu tuzoqqa tushib qolganini va nega undan chiqa olmaganini tushunish uchun 9 yil orqaga, hamma narsa boshlangan kunga qaytishimiz kerak. Voqea 2013-yil iyul oyida boshlanadi. 34 yoshli Patrik O'Hara Vankuverdan kelgan axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassis. Alyaska shtatining Ketchikan shahriga keladi. Bu o'z-o'zidan bo'lgan ta'til emas edi. Patrik tajribali sayyoh edi. U yillar davomida Britaniya Kolumbiyasi o'rmonlari bo'ylab sayohat qilgan. Joyda yo'nalish topishni bilar, yovvoyi tabiatda qanday omon qolishni bilar edi. U ham ishda, ham sevimli mashg'ulotlarida uslubiy va ehtiyotkor odam edi. Uning Alyaskaga safari uzoq tayyorgarliklarning cho'qqisi edi. U yolg'iz holda Tongass milliy o'rmonida qo'ng'iroq yo'nalishining murakkab va kam tashrif buyuriladigan qismini bosib o'tmoqchi edi. Bu 17 million akr yovvoyi, deyarli tegilmagan yer. Qalin bargli o'rmonlar. Daraxtlar shunchalik zich turadiki, yer deyarli quyoshni ko'rmaydi. Doimiy yomg'irlar bo'ladi. Shuning uchun Ketchikan Shimoliy Amerikaning eng nam joylaridan biri hisoblanadi va tumanlar juda ham qalin. To'satdan bir necha daqiqada barcha belgilarni yashirishga qodir. Mahalliy aholi Tongassni begonalarni yoqtirmaydigan o'rmon deb atashadi. U osonlik bilan qabul qiladi, lekin juda istaksiz qo'yib yuboradi. Patrik buni bilardi va shunga mos tayyorgarlik ko'rgandi. Uni tirik holda oxirgi marta sayyohlar va ovchilar uchun port do'konida ko'rishgan. Sotuvchi Gary ismli keksa erkak. Keyinchalik politsiya bilan suhbatni esga oldi. Uning so'zlariga ko'ra, Patrik Alyaskani past baholaydigan oddiy sayyohga o'xshamasdi. U nimaga ehtiyoji borligini aniq bilardi. O'z pechkasi uchun ma'lum markazdagi gaz ballonlari, 10 kunlik yo'lga mo'ljallangan sublimatsiyalangan oziq-ovqat paketlari, suvga chidamli gugurt va yangi kompas. Garchi unda allaqachon GPS navigator bo'lsa ham. Gary ular biroz suhbatlashganini aytdi. Patrik o'z marshrutining mashhur yo'llaridan uzoqda, chekka hududlardan o'tishini aytib berdi. U haqiqiy yovvoyi tabiatni ko'rmoqchi edi. U xotirjam, o'ziga ishongan va Garyning fikriga ko'ra jismoniy holat dedi. U naqd pul to'ladi, ryukzaklarni yelkasiga tashlab chiqib ketdi. Shundan keyin hech kim uni ko'rmadi. 12-iyulda Patrik Vankuverdagi singlisiga qisqa SMS yubordi. Unda bir nechta so'z bor edi. Marshrutga chiqyapman, hamma narsa reja bo'yicha. Keyingi aloqa 8 kundan keyin. 8 kun bu o'z-o'ziga 2 kun zaxira bilan belgilangan muddat edi. Oila tashvishlanmadi. Ular uning sayohatlariga o'rganib qolgan va yovvoyi joyda aloqa tez bo'lmasligini bilishardi. 8 kun o'tdi. 20-iyul. Patrikdan hech qanday xabar yo'q edi. Oila kutdi. Yana 2 kun o'tdi. O'sha zaxira, u hisobga olgan 2 kunlik zaxira ham tugadi. 22-iyul jimlik. 23-iyul ertalab singlisi Alyaska shtati politsiyasiga qo'ng'iroq qilib, akasi yo'qolganligini ma'lum qildi. Qidiruv boshlandi. Ishga Ketchikanning ko'ngillilar qutqaruv guruhi qo'shildi. Mahalliy tajribali odamlar, bu insonlar o'rmonlarni o'z 5 barmoqlaridek biladiganlar. Ular vaqt o'zlari qarshi ekanligini tushunishdi. Tangasda yo'ldan adashgan odam yozda ham muzlab qolishi mumkin. Kechalar bu yerda sovuq. Doimiy yomg'ir esa tez gipotermiyaga olib keladi. Bundan tashqari, o'rmonda ko'plab ayiqlar bor. Shu jumladan grizli ham. Qidirishning bir necha kuni hech narsa bermadi. Qutqaruvchilar va politsiya Patrikning marshrutdan o'tish kerak bo'lgan hududni tintishdilar. Ular vertolyotdan foydalanishdi. Ammo zich bulutlar va baland daraxt shoxlari yerda biror narsani ko'rishga xalaqit berdi. Yerda guruhlar sekin harakatlanishdi. O'rmon shunchalik zich ediki, kuniga atigi bir necha milga o'tish mumkin edi. Ular uning ismini chaqirib baqirishdi. Signal raketalaridan foydalanishdi. Lekin javobda faqat jimlik
va qushlar qichqiriqlari bilan uzilgan jimlik bor edi. O'rmon odamni issiz yutib yuboradigandek tuyulardi. Umid har kun so'nib borardi. Bunday sharoitda agar odam jarohatlansa, masalan oyog'ini sindirish kabi, uning uchun omon qolish imkoniyati nolga teng bo'ladi. Qidiruvchilar allaqachon eng yomoniga tayyorlanishardi. Ular tirik odamni emas, balki jasadni qidirishardi. Va qidirishning 7-kunida guruh a'zolaridan biri shubhali narsaga duch keldi. Asosiy yo'ldan taxminan yarim mil uzoqlikda, ariq yonidagi kichik maydonchada ular uning chodirini ko'rishdi. Ammo topilma ko'proq savol tug'dirdi. Javob emas. Bu muammoga duch kelgan odamning lageri emas edi. Hammasi ozoda edi. Chodir shunchaki yig'ib qo'yilmagan, balki professional tarzda o'ralgan va o'zining siqish sumkasiga joylashtirilgan edi. Yonida uning ryukzagi ham to'liq yig'ilgan holda edi. Uxlash sumkasi, to'shak va kiyim hammasi ozoda yig'ilgan va tashish uchun tayyor edi. Yerda hech qanday kurash izlari yo'q. Yovvoyi hayvonlarni jalb qilishi mumkin bo'lgan tarqalgan oziq-ovqat yo'q edi. Patrikning o'zining izlari ham yo'q edi. Voqea joyiga kelgan kriminalistlar hayratda qolishdi. Vaziyat bema'ni ko'rinardi. Patrik O'Rahara ertalab turgan, shosha-pisha nonushta qilgan va barcha narsalarni ehtiyotkorlik bilan yig'gan. Lagerni yig'gan, ryukzaklarni yerga qo'ygan va yo'lga chiqishga tayyor bo'lgan. Keyin esa shunchaki havoga singib ketgandek yo'q edi. Bu odamlarda shunday taassurot qoldirdi. U ryukzaksiz uzoqqa ketishi mumkin emas edi. Unda uning barcha jihozlari, oziq-ovqati va xaritasi bor edi. Maydoncha atrofidagi har bir dyumni qidirib, qidiruvchilar hech narsa topmadi. Na qon izlari, na kiyim parchalari. Hatto nam yerda oyoq izlarining aniq izi ham yo'q. Faqat o'zlarining izlaridan tashqari. Qidiruv yana bir hafta davom etdi, lekin natijasiz bo'lib chiqdi. Natijada operatsiyaning faol bosqichi tugatildi. Patrik O'Hara rasman bedarak yo'qolgan deb e'lon qilindi. Uning ishi hal qilinmagan ishlar arxiviga joylashtirildi. Tongus o'rmoni o'zida saqlaydigan ko'plab sirlardan biriga aylandi. Oila javobsiz qoldi. Qutqaruvchilar esa mantiqiy tushuntirishga bo'ysunmaydigan biror narsa bilan to'qnashganlik tuyg'usi bilan qolishdi. Bu hikoya o'nlab boshqalar kabi unutilib ketgan bo'lar edi. Lekin oradan 9 yil o'tdi. Patrik O'Hara ishi sovuq ishlar turkumiga aylandi. Oila uni tirik topish umidini uzoq vaqt oldin yo'qotgan edi. Uning g'oyib bo'lish tarixi mahalliy afsonaga, Ketchikan atrofidagi o'rmonlar to'la bo'lgan ko'plab afsonalardan biriga aylandi. Tajribali sayyoh lagerni yig'ib havoda yurigan. Faqat mukammal yig'ilgan jihozlarni qoldirgan xolos. O'rmon o'z sirini 2022-yil avgust oyigacha saqladi. O'sha oyda 2 brigada Mark Collins va Dave Miller AQSh o'rmon xizmati bilan shartnoma asosida ishlashdi. Ularning vazifasi Tongusning o'nlab yillar davomida tekshirilmagan uzoq sektordagi daraxtlar holatini baholash edi. Bu og'ir, odatiy ish edi. Ular bir necha kunga yo'llar ham aloqa ham bo'lmagan o'rmonga chuqur kirib borishardi. Ularning marshrutlari eng yaqin ma'lum sayyohlik yo'lidan 30 mildan ko'proq narida o'tardi. Xaritadagi to'g'ri chiziq bo'yicha 7 mil yurishdi. Botqoq plastiklar va iblisning tayog'i deb nomlanuvchi tikanlar tufayli qalin butazorlar orqali bir necha kunlik yo'lga aylandi. Kunlardan birida kechqurun yaqinlashganda ular eski archalarning ayniqsa zich qismidan o'tayotgan edilar. Oldinda ketayotgan Mark xarita bilan solishtirish uchun to'xtadi va tasodifan boshini ko'tardi. Yerdan yuqorida 4 ta kuchli daraxt tanasi orasida qisilib qolgan holda u g'ayritabiiy narsani ko'rdi. Bu qorong'u to'rtburchak, to'g'ri geometrik shakl. Faqat shoxlar va tanabarning xaotik chiziqlari bo'lishi kerak bo'lgan joyda. U Daveni chaqirdi. Ular birgalikda yaqinroq kelishdi. Taxminan 4 metr balandlikda eski yog'och inshoot osilib turardi. U qo'pol va vaqt o'tishi bilan qoraygan, mox bilan qoplangan taxtalardan qilingan edi. Bu to'liq kulba emas, balki katta quti. Taxminan 3x3 metr o'lchamdagi kabina edi. U to'g'ridan-to'g'ri daraxt tanalari ichiga urilgan qalin barglar ustida mustahkam o'tirardi. Ammo eng g'alati narsa shuki, unga hech qanday zinapoya olib bormasdi. Na arqonli, na yog'ochli. Hech narsa yo'q. Shunchaki silliq, ho'l archa tanalari va havoda osilib turgan kabina. Erkaklar qiziqishdi.
Bu o'rmonlarda ba'zan ovchilarning yoki oltin qidiruvchilarning eski kulbalari topiladi. Ammo bunday konstruksiya g'ayrioddiy edi. Ikkisi ham professional alpinist bo'lib, o'zlari bilan albatta jihozlarini olib yurishardi. Sherigidan tajribaliroq bo'lgan Mark daraxtlarga chiqish uchun maxsus tikonlarni kiydi va sug'urta arqonini mahkamlagan holda tanalaridan biriga chiqishni boshladi. Bir necha daqiqadan keyin u kabinaga chiqib oldi. Eshik yopiq edi. U uni itardi, lekin u bo'ysunmadi. U tor balka chiqindisi bo'ylab kabinani aylanib o'tdi. Devorlarni ko'zdan kechirdi. Derazalar yo'q, faqat taxtalar orasidagi tor yoriqlar. Bunday yoriqlardan biriga u fanar bilan yoritdi. Ichkarida qorong'u, nam va chirish hidi anqirdi. U eshikka qaytib, yelkasi bilan bosishga urindi. Eski yog'och sinardi. U yana bosdi va eshik ramkasidagi taxtalardan biri baland ovozda sindi. Eshik singan holda ochilib ketdi. Birinchi bo'lib burniga urgan narsa hid edi. Shunchaki chirish hidi emas, bu og'ir, quruq, chang parchalanish hidi edi. Mark fanar bilan ichkariga yoritdi. Yorug'lik nuri zulmatdan qarama-qarshi devor yonida o'tirgan figurani ko'rsatdi. U chirib ketgan ko'k kurtka va to'q shim qoldiqlarini kiygan edi. Figuraning boshi g'ayritabiiy tarzda ko'kragiga egilgan edi. Mark uni chaqirdi. Garchi bu bema'niligini allaqachon tushungan bo'lsa ham, javob yo'q edi. U ichkariga kirdi. Pol chang va shamol orqali yoriqlardan kirib kelgan archignalari qatlami bilan qoplangan edi. Ko'zlari yarim zulmatga o'rganganida u jasadga emas, balki to'liq inson skeletiga qarayotganini tushundi. Suyaklar sarg'imtir oq rangda, quruq bog'lamalar va kiyim qoldiqlari bilan birlashgan edi. Bosh kalla alohida, skeletdan bir necha fut narida, devor yonida yotardi. Xuddi uni u yerga qo'ygandek. Mark muzlab qoldi. Ko'rgan narsasini anglashga urindi. U sekin fanar nuri bilan kichik xonani aylanardi. Burchakda zamonaviy sayyohlik ryukzagi turardi. Aynan 10 yil oldin sotilganlarga o'xshash. Uning yonida polda kichik metal katel yotardi. Ichida qotib qolgan, toshga aylangan, bo'tqaga o'xshash massa ko'rinardi. Skeletdan uncha uzoq bo'lmagan joyda eski namunali zanglagan ratsiya yotardi. Mark u tomonga qarab yaqinlashdi. U ichkaridan eshikka yaqinlashdi va unga yoritdi. Ko'rgan narsa uning yuragini tezroq urdirishga majbur qildi. Eshik bir nechta qalin taxtalar bilan mixlangan edi. Ko'ndalang mixlangan, lekin ular ichkaridan mixlangan edi. Mixlar ichkari tomondan egilgan edi. Bu yerda bo'lgan kishi o'zini o'zi qulflab qo'ygan. Keyin uning nigohi eshik yonidagi devorga tushdi. Yog'och chuqur tirnalgan izlar bilan to'lgan edi. Bu asbob izlari emas edi. Bu tirnoqlar bilan qoldirilgan parallel ariqlar edi. O'nlab tirnalgan izlar bir joyga to'plangan. Uzoq, umidsiz va nochor tashqariga chiqish urinish haqida gapirardi. Ichkaridagi odam hushida bo'lgan. U tirik edi va dahshatli edi. Mark tez kabinadan chiqib ketdi. Pastda Dave uni kutayotgan edi. Politsiyani chaqir, deya oldi xolos. Ulardan o'zlari bilan favqulodda holatlar uchun sun'iy yo'ldosh telefoni bor edi. Signal juda zaif edi. Lekin ular dispetcher bilan bog'lanib, dahshatli topilma haqida xabar berdi. Koordinatalarni uzatishga muvaffaq bo'lishdi. Tergov guruhining kelishi bilan operatsiyaga aylandi. Politsiya va kriminalistlar ham alpinistik jihozlar yordamida kabinaga chiqishlari kerak bo'ldi. Ular sekin va uslubli ishlab, har bir narsani hujjatlashtirib borishdi. Vaqt o'tishi bilan deyarli zarar ko'rmagan ryukzakda ular Patrik O'Hara nomiga berilgan shaxsni tasdiqlovchi hujjatni topishdi. 9 yillik sirning dahshatli yechimi topildi. Ammo asosiy savol javobsiz qolardi. Ryukzakni ko'rib chiqish shuni ko'rsatdiki, ichida sublimatsiyalashgan oziq-ovqatning deyarli to'liq zaxirasi va pechka uchun ochilmagan gaz baloni bor edi. Bu Patrikning ochlikdan o'lmaganligini anglatardi. Unda nimadan va nega o'zini ichkaridan mixlab oldi? Yoki yanada g'alatisi shuki, agar kimdir uni qulflab qo'ygan bo'lsa, u ichkarida mixlangan kabinada qanday qilib qolib ketdi? Patrik O'Haraning g'oyib bo'lish jumboqligi yanada murakkab va dahshatli o'lim jumboqligi bilan almashtirildi. Tergovchilar bu chigirilish to'pini yana boshladilar va birinchi ipi kabinaning o'zi tarixiga olib borardi. Ularga kim
qachon va nima uchun bu tuzoqni yerdan baland joyda qurganini tushunish kerak edi. Shunday qilib, tergovchilarda skelet, shaxs va jinoyat joyi bor edi. Agar shunday deyish mumkin bo'lsa, daraxtlar orasida osilib turgan kabina tergov obyektiga aylandi. Alyaska shtati politsiyasining hal qilinmagan ishlar bo'limidan detektivlar arxivlardan ish boshladilar. Ular o'rmon xizmatining eski xaritalarini, o'rmon kesish yozuvlarini, so'nggi 50 yil davomidagi qo'riqchilar hisobotlarini ko'tardilar. Ammo kabina haqida bitta ham eslatma yo'q edi. U noqonuniy qurilma, hech bir sxema mavjud bo'lmagan fantom edi. Shunda ular inson xotirasiga murojaat qilishdi. Ular kechikkanning keksaganlarini, nafaqadagi o'rmon xizmatchilarini, ovchilarni, baliqchilarni, Tangasda butun umrini o'tkazgan odamlarni so'roq qila boshladilar va ma'lumot topildi. Bir nechta keksa ovchilar 80 va 90-yillarda tarqalgan mishmishlarni esladilar. O'sha paytda bu hududda brakonyerlik gullab yashnagan edi. Asosan kiyik ustida. Patrul nazoratidan qochib qolish va o'ljani yashirish uchun ba'zi brakonyerlar guruhlari o'rmonning eng o'tib bo'lmaydigan qismlarida shunday boshpanalar qurishgandi. Konstruksiya o'zining soddaligida dahiyon edi. Kabina daraxtlarda baland joylashtirilgan edi. Bu o'rmondagi har qanday lager uchun asosiy tahdid bo'lgan ayiqlar yetib bora olmaydigan joy edi. Ammo keksalar aytgan asosiy detal zinapoya edi. Ular hech qachon zinapoyalar qurishmasdi. Odatda bu yo yengil yog'och konstruksiya yoki oddiy arqon zinapoya bo'lib, brakonyerlar yuqoriga chiqqach o'zlari bilan tortib olishardi. Kechasi yoki uzoq yo'qlik paytida kabinaga o'tish shunchaki mavjud emas edi. Bu ideal xavfsiz boshpana edi. Bu ma'lumot Patrik qanday qilib tuzoqqa tushib qolgan bo'lishi mumkinligini tushuntirardi. Agar u zinapoya qandaydir sababga ko'ra joyda bo'lganida kabinani topgan bo'lsa, ichkariga chiqqan va keyin zinapoya tushib ketgan yoki olib tashlangan bo'lsa, u tuzoqqa tushgan bo'lardi. Ammo bu yanada muhimroq savolni tug'dirardi. U yerga borganda umuman zinapoya bor edimi? Va agar bo'lsa, unga nima bo'ldi? Shu bilan parallel ravishda sud-tibbiy ekspertlarning ishi davom etdi. Patrikning qoldiqlari Anchoragejdagi laboratoriyaga olib ketilgan edi. 9 yil davomida namlik va harorat o'zgarishlariga duchor bo'lgan. Germetik bo'lmagan kabinada bo'lgandan keyin suyaklar unchalik ko'p narsa ayta olmas edi. Ammo ular aytgan narsa butun ishni o'zgartirdi. Birinchidan, barmoq suyaklaridagi tirnalgan izlar tasdiqlandi. Bu uning haqiqatdan ham tashqariga chiqish urinishida barmoqlarini qonga qadar yog'och devorga ishqalaganini ko'rsatardi. Ikkinchidan, suyaklar tahlili tsinga yoki uzoq muddatli ochlik bilan bog'liq boshqa kasalliklar belgilarini aniqlamadi. Bu ryukzakdagi oziq-ovqat topilmasi bilan mos keldi. U ochlikdan o'lmagan. O'lim sababi sifatida ekspertlar gipotermiyani aytishdi. 4 metr balandlikdagi izolyatsiyalanmagan kabinada harorat kechasi iyul oyida ham deyarli 0 ga tushgan. Kuchli shamol va doimiy namlik tanada issiqlikni tortib olgan. Tashlab ketilgan lagerning ryukzagida qolgan uxlash sumkasisiz u bir necha kechani o'tkazish imkoniyatiga ega emas edi. Ammo bu xulosaning faqat bir qismi edi. Eng asosiy topilma bosh suyagini ko'rib chiqishda amalga oshirildi. Bosh suyagining orqa qismida, temen mintaqasida ekspert yupqa sinish chizig'ini topdi. Bu to'mtoq tekis buyum bilan kuchli zarba uchun xarakterli yoriq edi. Jarohat o'limdan sal oldin olingan. Bu o'z-o'zidan o'limga olib keladigan zarba emas edi. Ammo u aniq miya chayqalishiga, dissertinatsiyaga, hushni yo'qotishga olib kelishi mumkin edi. Endi tergovchilarda yangi o'zgaruvchi paydo bo'ldi. Patrik shunchaki tuzoqqa tushib qolmagan. U yaralangan holda tuzoqqa tushib qolgan. Bu ularga voqeaning birinchi yaxlit versiyasini, fojiali tasodif nazariyasini qurish imkonini berdi. Ushbu versiyaga ko'ra, Patrik qandaydir sababga ko'ra ryukzakni olmay lagerni tark etgan. Ehtimol u shovqin eshitib, bu nima ekanligini tekshirishga ketgan yoki atrofni ko'zdan kechirishga qaror qilgan. To'satdan tuman tushdi va u yo'ldan adashdi. O'rmon bo'ylab adashib yurgan paytida u brakonyerlarning kabinasiga duch keldi. Bir necha yil oldin kimdir qoldirgan zinapoya hali ham joyida edi. Boshpana tomonidan xursand bo'lib, u yuqoriga chiqdi. Ichkarida
Zulmatda u nam polda sirg'alib ketishi yoki qoqilib boshini devorga yoki tayanch balkaga urishi mumkin edi. Bu bosh suyagi jarohatini tushuntirdi. Miya chayqalishi bilan disorientatsiya holida u tasodifan eskirgan zinapoyani pastga tashlab yuborgan bo'lishi mumkin edi. Va keyin vahima, o'z holatini anglash, sovuq va gipotermiyadan sekin o'lib. Alohida yotgan bosh kallaga kelsak, 9 yil davomida kabinaga yoriqlar orqali mayda hayvonlar, masalan qunduzlar yoki sichqonlar kirib, qoldiqlarni tarqatib yuborishi mumkin edi. Bu versiya mantiqiy ko'rinardi va deyarli hamma narsani tushuntirardi. Deyarli. Ammo ikkita element bunga hech qanday tarzda sig'masdi. Birinchisi, uning yig'ilgan lageri nega uslubli va tajribali sayyoh mutlaqo barcha narsalarni, shu jumladan chodirni va uxlash sumkasini yig'ib, keyin bularning barchasini olmay o'rmonga qisqa sayr qilish uchun ketadi. Bu sog'lom fikr va har qanday tajribali sayyohning psixologiyasiga zid edi. Va ikkinchisi, eng tushunarsiz narsa, ichkaridan mixlangan taxtalar. Tasodifiy yiqilish bilan bog'liq versiyalarning hech biri yaralangan va vahimaga tushgan odam nima uchun o'zini yanada ishonchli tarzda to'sib qo'yish uchun so'nggi kuchini sarflashini tushuntirmadi. Bu harakat mutlaqo mantiqsiz edi. Agar faqat u kimdir yoki biror narsadan yashirinmagan bo'lsa, agar u qo'rqayotgan narsa tashqarida bo'lmasa. Bu detal barcha mantiqiy baxtsiz hodisa nazariyasini buzdi. U bu hikoyada yana kimdir bo'lgani bo'lishi mumkinligini ko'rsatardi. Tergovchilar boshlarida rasmni qayta aylantirdilar. Patrik yaralangan. Dahshatda kabinaning eshigini ichkaridan mixlayapti. Tashqarida esa nimadir sodir bo'lyapti. Bu fikr ularni butun ishini boshqa burchak ostida ko'rib chiqishga va orqalaridan sovuq o'tkazadigan versiyani ko'rib chiqishga majbur qildi. Qasddan qotillik versiyasini. Baxtsiz hodisa versiyasi bitta detal tufayli qulab tushayotgan edi. Ichkaridan mixlangan taxtalar bu harakatsiz o'zini qutqarmoqchi bo'lgan odam uchun ma'noga ega emas edi. Ammo yashirinmoqchi bo'lgan odam uchun ma'noga ega edi. Bu xulosa tergovni yagona qolgan yo'ldan borishga majbur qildi. Qasddan qotillikka olib boradigan yo'ldan. Ular voqealarni Patrikning nuqtai nazarida emas, balki gipotetik dushmanning nuqtai nazaridan qayta qurishni boshladilar. Agar Patrik O'Hara o'sha iyul kuni o'rmonda kimdir bilan uchrashmasligi kerak bo'lmagan kishi bilan to'qnashgan bo'lsa-chi? O'sha chetda yo'llardan 30 mil uzoqlikda kim bo'lishi mumkin edi? Javob aniq edi. Brakonyerlar. O'sha odamlar ehtimol ko'p yillar oldin bu kabinani qurganlar. Detektivlar ishlab chiqa boshlagan voqealarning yangi versiyasi ancha qorong'u va shafqatsiz edi. 2013-yil 12-iyul kunining ertalabini tasavvur qilaylik. Patrik taxmin qilinganidek lagerni yig'moqda. U barcha narsalarini uslubli tarzda ryukzakka yig'moqda. Yolg'iz sayohatni davom ettirishga tayyor. U maydonchadan zo'rg'a seziladigan hayvon yo'liga chiqadi va bir necha yuz metr narida odamning yangi faoliyat izlariga duch keladi. Ehtimol u noqonuniy o'ldirilgan kiyik jasadini yoki brakonyerlarning dam olish joyining qoldiqlarini ko'radi va shu lahzada Patrik ular bilan bir yoki bir nechta qurollangan odamlar bilan uchrashadi. Ular bu yerda sayyohni ko'rishni kutmagan edilar. Patrik ham ularni bu yerda ko'rishni kutmagan edi. Patrik jinoyatning guvohi bo'lib qoladi. Brakonyerlar uchun bu falokat. Agar u o'rmondan chiqib, ularning joylashuvini xabar qilsa, ular hamma narsani yo'qotadilar. Qurol jihozlarini. Ularga katta jarimalar va ehtimol qamoq jazosi kutiladi. Ular uni qo'yib yubora olmaydilar. Mojaro boshlanadi. Patrik ehtimol hammasini tinchlik bilan hal qilishga, sukut saqlashga va'da berishga harakat qiladi. Ammo brakonyerlar unga ishonmaydilar. Qayerdadir brakonyerlardan biri unga orqadan boshiga zarba beradi. Ehtimol miltig'ining dumi bilan. Zarba uni o'ldirmaydi, ammo miya chayqalishi va disorientatsiyaga olib keladi. Endi ularning qo'lida yaralangan va qo'rqib ketgan guvoh bor. Uni shunchaki otib tashlash xavfli. Otishni eshitishlari mumkin. O'q jarohat esa qotillikning to'g'ridan-to'g'ri dalilidir. Va shunda ulardan biri eski boshpana haqida, daraxtlardagi kabina haqida eslab qoladi.
Bu ideal yechim edi. Ular yarim behush Patrikni o'rmon orqali sudrab olib, kabina osilib turgan daraxtlar oldiga olib boradilar. Ular uni o'zlarining arqon zinapoyasi bo'ylab yuqoriga chiqishga majbur qiladilar yoki kuch bilan sudrab chiqadilar. Tor qutiga kirib borganida Patrik ehtimol bir lahzaga hushiga keladi. U ko'rgan oxirgi narsa pastda zinapoyani olib ketishayotganlari edi. Keyin u brakonyerlarning ovozlarini eshitadi. Ular darhol ketishmaydi. Balki ular keyingi harakatlarni muhokama qilishayotgandir yoki shunchaki kutishmoqda edi. Aynan shu lahzada Patrik o'zini halokatli harakatini qiladi. U yaralangan, dahshatda pastda uni o'ldirishga uringan odamlarni eshitadi. Ular qaytib ishni tugallashi mumkin deb o'ylaydi. Kabina ichida u qurilishdan oldin eski taxtalar va mixlarni topadi. Adrenalin vahimasi holatida bolg'a sifatida tosh yoki biror boshqa og'ir narsadan foydalanib, u eshikni ichkarisidan mixlaydi. U qal'a qurayotganini o'ylaydi. Aslida u o'z qabriga muhr bosmoqda edi. Pastdagi brakonyerlar taqillashini eshitadi. Ular uning nima qilganini tushunishadi va bu ularni to'liq qoniqtiradi. Endi ularga uni qo'riqlash ham shart emas. Ular shunchaki ketishadi. Uni tuzoqda o'z-o'zini qulflab qo'ygan holda qoldiradilar. Ular uning chiqa olmasligini bilishadi. Ular sovuq va jarohatlarning barcha ishini o'zlari uchun bajarishini bilishdi. Bu baxtsiz hodisadan o'lim bo'ladi. Hech qanday dalolat va hech qanday guvohlar yo'q. Mukammal jinoyat. Bu nazariya hamma narsani tushuntirib berdi. Tashlab ketilgan lager uni barcha narsalarni yig'ishga majbur qilgan. Izlarini yo'q qilish uchun bosh jarohatini va eng muhimi, eshikdagi taxtalarni, bu bema'ni harakatni fojiali o'zini saqlash urinishga aylantirdi. Tergovchilar hammasi aynan shunday bo'lganiga deyarli ishonch hosil qilishgan edi. Ammo nazariya bu bir narsa, dalil esa butunlay boshqa narsa. 9 yil o'tgan edi. Detektivlar 2013-yilda Ketchikan atrofida brakonyerlik holatlari haqidagi barcha hisobotlarni tekshirishni boshladilar. Ular o'sha sektorda noqonuniy ovchilikda qo'lga olingan yoki hech bo'lmaganda gumon qilingan odamlarning ismlarini qidirishdi. Ular o'nlab odamlarni so'roq qildilar. Biror yordam, mish-mish, maslahat topishga urindilar, ammo hamma narsa behuda edi. Bunday g'orda harakat qiladigan brakonyerlar bu havaskorlar emas. Ular iz qoldirmaslik va sir saqlashni biladigan professionallar. 9 yil davomida yerdagi barcha mumkin bo'lgan dalillar uzoq vaqt davomida yo'qolgan. Barmoq izlari, DNK yo'q edi. Hech narsa. Faqat yog'och qutidagi skelet va o'rmonning sukunati. Tergov boshi berk ko'chaga kirdi. Politsiyada aniq, mantiqiy va dahshatli qotillik versiyasi bor edi. Ammo birorta ham gumonlanuvchi yo'q edi. Aybdorlarni topish va ularni javobgarlikka tortish uchun birorta imkoniyat ham yo'q edi. Patrik O'Hara ishi huquqiy paradoksga aylandi. Rasman o'lim to'g'risidagi xulosada quruq ta'rif oldi. Gipotermiyadan o'lim, to'mtoq buyum bilan bosh jarohatidan kuchaygan. Jarohatlarning sababi aniqlanmagan. Ish ikkinchi marta yopildi. Ammo endi bu sekin va azobli o'lim uchun javobgar bo'lgan odamlar hali ham erkin yashayotganligini og'ir anglash bilan birga keldi. Ular odamni yer ustida osilgan qafasda o'lishga qoldirdilar va bu ularga jazosiz o'tdi. Oxir-oqibat Patrik O'Hara ishi sukunat devoriga to'qnashdi. Moddiy dalillar, guvohlar, gumonlanuvchilar bo'lmasa, politsiyada ishni yana yopishdan boshqa tanlovi yo'q edi. U Alyaska shtati arxivida eng g'alati va tashvishli holatlardan biri sifatida qolmoqda. Baxtsiz hodisa qiyofasiga solingan hal qilinmagan qotillik. Patrik uchun qamoqxona va qabr bo'lgan kabinani tergovchilar ehtiyotkorlik bilan taxtalar bo'yicha ajratib olib, o'rmondan olib chiqdilar. Ular boshqa qiziquvchan sayyohlarni jalb qilishi va yangi fojialarga olib kelishi mumkin bo'lgan bu dahshatli inshootni joyida qoldira olmas edilar. Endi o'sha joyda yana faqat 4 ta eski archa daraxtlari turardi va ular orasida bir vaqtlar o'limga olib keladigan tuzoq osilib turganini hech narsa eslatmaydi. O'rmon bu joyni qaytarib oldi. O'Hara oilasi uchun 9 yillik azobli noma'lumlik ularga o'g'illarining o'limi uchun javobgar odamlar jazosiz qolganiga umrbod ishonch bilan almashtirildi. Ular dafn qilish uchun qoldiqlarni oldilar, ammo adolatni olmadilar. Ular Patrikning qanday o'lganini bilishadi.
Ammo boshqa o'sha zarbani kim berganini va uni sovuqda va umidsizlikda sekin o'limga mahkum etib, zinapoyani kim olib tashlaganini hech qachon bilishmaydi. Bu odam yoki bu odamlar ehtimol hali ham o'zlarining oddiy hayotlari bilan yashamoqda. Balki ular ham kechikandan. Ehtimol ular bir xil do'konlarga borishadi. Bir xil barlarda o'tirishadi va hech kim ular qanday sirni saqlab turishini bilmaydi. U yerda bo'lgan jinoyatga esa o'sha 4 archadan boshqa hech narsa guvohlik qila olmaydi. Qadrli tomoshabin, bu sirli noma'lum jinoyat haqida o'z fikringizni kommentariy qismida yozib qoldiring. Va siz Qora Papka kanalini tomosha qildingiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, qo'ng'iroq va obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman.